Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 1-may. Bu uzumlarimiz hali xomtak qilinmagan. Shu yerda bir ozgina uzumimiz qoldi, xomtak qilish kerak bo'lgan. Xomtak jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib boraverasizlar. Xo'p. Men bu tomonidan boshladim xomtak qilishni. Xohlasangiz pastki tomonidan xomtak qilib kelsangiz ham bo'ladi. Menga shu tomoni o'ng'ayli bo'lib turibdi, shuning uchun shu tomondan xomtak qilishni ko'rsataman. Bu novdaning pastki qismidan ikkita yaproqni olib tashlanadi. Hop. Bundan olib tashlaymiz. Bu yaproqning orasidagi diskalarni olib yuborish kerak bunaqa. Bunda yonidan chiqqan bunaqa boshlarni olib tashlaymiz, bunaqa yonidan chiqqan ekan. Hop. Mana yonma-yon chiqqan novdalar. Shuning ikkinchi darajasini olib tashlaymiz. Yaxshisini qo'yamiz. Mana bunisini olib tashladik. Hop. Bunisida ikkita bosh bor ekan. Uni ham birisini olib tashlaymiz. Hop, bunisini olamiz. Mana bitta keltakda 1, 2 ta, 3 ta, bu yoqda 4 ta bosh bor, orqasida bittadan bosh bor. Buni bittasini olib tashlaymiz, 3 tasi bo'ladi. Ozroq qo'ysangiz sifatli hosil beradi. Mana 2 ta boshning bittasini olib tashlaymiz. Iloji bo'lsa, ikkisi ham bitta bir xil razmerda bo'lsa, tepadagini olganingiz ma'qul. Chunki bunga o'g'itning kelishi yaxshi bo'ladi yaqinda. Shuning uchun bunisini qo'yamiz, tepadagisini olib tashlaymiz. Mana shunday qilib siyraklab chiqamiz. Az bunaqa qolib ketgan kaltaklarni yonimda xomtak qachi yo'q. Shuning uchun qo'yapman. Keyin olib tashlayman bularni. Shunaqa qilib siyraklab chiqasiz. Ozroq bo'lsa hosil ham yaxshi bo'ladi. Keyingi yil ham hosil ham ta'siri bordi shu xomtakning. Siyrakroq qo'ysangiz keyingi yil ham yaxshi hosil beradi. Shunaqa qilib xomtak qilib chiqamiz. Mana bitta turimiz xomtak qilib bo'ldik. Shunaqa qilib siyraklab chiqamiz. Xudo xohlasa keyingi yil ham hosili yaxshi bo'ladi shunda. Juda qalin qo'yib bo'lmaydi uzumni. Sal siyrakroq qo'yish kerak, chunki keyingi yil ham hosil olishimiz kerak bu uzumni. Bu yil kaltagini ko'p qo'ysak, novdasini ko'p qo'ysak, keyingi yil hosili pasayib ketishi mumkin. Mana shu novdalar bo'ladi. Shunda ham hali bitta tupimizda 30-40 ta bosh bor. Shuni
yaxshi sifatli qilib pishirib bersa ham bo'ladi. Chunki bizning tupimiz katta tup, mana. Bemalol 30-40 ta uzun boshni pishirsa bo'ladi. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.